Bugungi dasturimizda Angliya barchaga assalomu alaykum. Angliyada kuryerlik kasbi hozirda eng mashhur va barqaror daromad keltiradigan ish turlaridan biridir. Bu sohada ishlovchilar, ya'ni ovqat, hujjat yoki posilka yetkazib beruvchilar soatiga o'rtacha 15 dan 22 dollargacha daromad olishadi. Masalan, London, Birmingham va Manchester kabi yirik shaharlarda soatlik ish haqi odatda yuqoriroq, taxminan 20-22 dollar atrofida. Kichik shaharlar yoki chekka hududlarda esa bu ko'rsatkich 15-18 dollar oralig'ida bo'ladi. Agar kuryer 12 soat ishlasa, u kuniga 180 dan 250 dollargacha pul topisi mumkin. Bu degani bir oyda 26 ish kuni bilan hisoblaganda 4000 dan 5000 dollargacha daromad olish imkoniyati mavjud. Velosiped bilan ishlovchilar asosan Deliveroo yoki Uber Eats orqali kuniga o'rtacha 150-180 dollar topishadi. Mashina bilan ishlovchilar esa ayniqsa katta shaharlarda 200-250 dollargacha daromad olishadi. Endi yashash xarajatlariga to'xtalaylik. Angliyada ijara narxlari shahar bo'yicha katta farq kiradi. Masalan, London shahrida bir kishilik kvartira oyiga 1800 dan 2200 dollar turadi. Manchester yoki Birmingham shaharlarida esa bu narx 1200-1500 dollar atrofida. Agar siz boshqa odamlar bilan birga turadigan shared house yoki xonani ijaraga olsangiz, bu xarajat oyiga 700-900 dollargacha tushadi. Ovqatlanish va transport xarajatlari ham muhim rol o'ynaydi. London va boshqa yirik shaharlarda bir martalik tushlik 12-15 dollar. Kichik shaharlarda esa 8-10 dollar atrofida. Transport abonementi esa oylik 150-200 dollar atrofida turadi. Shunday qilib, bir kuryerning oylik umumiy yashash xarajati, ya'ni ijara, ovqat, transport va boshqa to'lovlar bilan birga o'rtacha 1500 dan 2000 dollargacha bo'ladi. Demak, agar oyiga 4000-5000 dollar topilsa, barcha xarajatlardan so'ng ham 2000 dan 3000 dollar sof daromad qoladi. Endi O'zbekiston fuqarolari uchun eng muhim savol: Angliyada kuryerlik ishini qanday boshlash mumkin? Birinchi bosqich: ish taklifi yoki viza homiysi topish. Agar sizda ingliz tilida muloqot darajasi bo'lsa va kamida IELTS 4.5 yoki 5.0 sertifikati mavjud bo'lsa, bu sizga katta yordam beradi. Ikkinchi bosqich: ishchi viza, skilled worker viza uchun ariza topshirish. Ko'plab Britan kompaniyalari hozir xalqaro xodimlarni, ayniqsa yetkazib beruvchilarni qabul qilmoqda. Angliyada kuryerlik ishlari ayniqsa Uber Eats, Deliveroo, Amazon Flex, Just Eat kabi platformalarda keng tarqalgan. Bu kompaniyalar mustaqil kontrakt asosida ishlaydi. Ya'ni siz o'zingiz tanlagan vaqtda ishlashingiz mumkin. Angliyada hozirda ishchi kuchiga talab yuqori, ayniqsa xizmat ko'rsatish va logistika sohalarida. Shuning uchun kuryerlik bu vaqtinchalik ish emas, balki barqaror daromad manbai. Axborot kanallarimizni kuzatib boring. Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Qanday obuna bo'lishni bilmasangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring yoki Telegram ilovangizga kirib, qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deb yozganingizda ham bizning kanalimizni topasiz va obuna bo'lib qo'yasiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling.